Uzun HTML dersidagi 12-chi qism HTML tizimli xat kuchi. Birinchi tartibsiz tizimlik. Tartibsiz tizimlik bir necha qur tizimlik bo'lib, bu turdagi qurlar tom yumaloq chekit belgisi bilan ayrildi. Tartibsiz tizimlik UL xat kuchi bilan boshlandi, tizimlikdagi har bir tur li bilan boshlandi. Masalan, mana qaraydigan bo'lsak, UL bilan boshlanib, UL bilan oxirlashdi. Mana bu buning har bir turlari ma'qul holatda bo'ldi. Bunun tor ko'rgich unumi qaraydigan bo'lsak, oldida mana qora tum chekit orqali ma'qul holat im qildi. Biz odatda tor bekatlarni laylash ishlatganda mana CSS kod orqali mana oldida qora chekit ko'rinmaydigan holatdagi yoki boshqa xil unum holatdagi kodlarni o'zgartirib ishlatamiz. Andan keyin tartibli tizimlik. Bumi o'xshashlar bir turning tizimlik bo'lib, bu turdagi qurlar tartiblik raqam bilan ayrildi. Tartibli tizimlik OL xat kuchi bilan boshlandi, tizimlikdagi har bir tur li bilan boshlandi. Mesela mana qaraydigan bo'lsak, buningmi OL boshqa kodlari oldida biz ko'rgan kodga o'xshaydi. Buningki tor ko'rgich unumi qaraydigan bo'lsak, oldida avtomatik holda 1 2 deb buningga necha tur qo'shishimizni qat'iy nazar shu tartib bo'yicha buningga raqam orqali ko'rsatib berdim. Üçüncü aniqlim tizimlik. Aniqlim tizimlik bir qurni turni ifodalashlar bo'lib qolmasdan tur va izohatning birikmasi hisoblanadi. Aniqlim tizimlik dial xat kuchi bilan boshlanadi. Tizimlik har bir tur dt bilan boshlanadi. Har bir tizimlik turning aniqlimasi dd bilan boshlanadi. Bu yerda dl, dt, dd mavo noiti aniq bo'lsin. Tizimlikdagi turlarning mazmuni abzas, qurtashlash belgisi, rasm, unush va boshqa tizimlik bo'lsa bo'ladi. Bu 3 xil tizimlikka nisbatan buniki mazmuni shularning o'z ichiga oldi. dl ni ko'rib baqsaq, bu yerda men dl keldi, dt holatga kelgan bo'lsa, buning tor ko'rgichdagi unumi ma'qul holatga keldi.